Bekliyorsun da? Ha? Ustam? Sıracı değil. Anchoga. Dedi. Tog'a. Dedi. Toga toga. Tog'a. Aha. Assalomu alaykum. Aziz. Azillah, оператор. Ну как вы? Все нормально? Из Москвы приехал вчера, вот хотел вас. Bilaman, rosa ko'p ko'rar ekan. Да, с самого начала я смотрю вас. Уже давно вы вообще-то... Немножко o'zbekskiy aralashib o'zingiz tushunmagansiz-ki. Нет, я вообще не понимаю. Давно я в России, поэтому... O'zbekskiy не не понимаю. Не понимаю. Сам-то узбек вообще? Уж давно я в России. Nima gapiryapsiz? Gapirmayman. Ozma bo, Keling. tarjima qilgansiz-ki. Хаджи намаз Наманган. Namangan. Nima kerak aka? Assalomu alaykum, qadamlariga hasanat. Ya anaqa, Keling. Ruscha ekan, o'zbekskiy ne понимаешь. Putinni oldiga kelyapti. Как хорошо, слава Богу. Я из Москвы только вчера вечером приехал. И я вас давным-давно смотрю, там четверо... Да, Ребята. Нет, у четверо дочери дом Да. строят. Ну, так, короче, я давно вас смотрю, поэтому вас всех знаю. Вот так я знаю. To'rtta yetimlar uyidan tortib o'shani hammasini boshidan oyog'igacha ko'rdim. До этого еще Men я. tushungansiz-ki. Хорошо, зачем меня туда позывали? Еще в Фергане какая-то, которая мясо не ели же. Вот. Не Ферген, а Andijon. Bog'shamol. Ya tanigansiz-ki. Это pranki. Да правильно. Bog' aniki nima? Bo'shamagan xonadondagi. Bo'shamagan, это Bag'shamol. Bag'shamol, это большой qo'llagansiz. Bag'dodskiy rayon. Да. Aka, ismingiz nima? Shuhrat. Bizdan prak bo'ldi, Alloh akbar bo'ldi. Ego bo'ldi, kasob bo'ldi. Shu aka. А что, вы вообще не понимаете, что ли? Yaxshi oldingiz aka. Vaqra! Artist! Sizmisiz? Yuri Nikolin! Siz ancha-muncha rus tilini komandagasiga ruscha tegdi, do'pimon. Leningrad! Rahmat aka. Voy, işte burası. Sizlarni changinglar. Leningradga Yuri Galtsev! Azizlar, hali ishbizlar biz kecha kelib shuni o'ylagandim, bir borib Istanjonlar bilan bir nima qilay, hamma prank qilyapti. Men ham qo'limdan keladi. Alloh saqlasin. Alloh tashvi. Kecha keldim haqiqatan. O'shani niyat qilgandim, sizlarni anchadan beri kuzataman. Rossiyada kecha gapirib o'tdingizki, ba'da bitta odam pul olib keldi-ku, kimdir rublni olib keldi. O'sha odam aytdi-ku, mashina turib bilmayapman. Salomat bo'ling. Charchamang. O'zini yaxshimisiz? Rahmat. Olyapsizlarmi charchamang? Ming rahmat. Non ko'p keldi. Obedga Charchamayapsizlar? Rahmat. kelamiz degandik. Alloh rozi bo'lsin. Ehsonlaringiz bariga xursand bo'ldim. Hozirgacha osh uncha yoqmay qolibdi, ancha sal degandi, atay mont qildiruvdim. Obedga ulgurmadik. Juda yaxshi. Uzrlekin. Qarang, issiqqina. Yo'q, biz hozir endi ko'rsatib bersin, kechga bitimiz borda. Rossiyadan juda qadrdon. Yuri Galtsev bo'ldi. Haligi o'sha yerda men qanaqa qilib nima qilishni bilmaymanda sizga telefon qildim men. Endi boshlaganlar. Sizga telefon qilib, uka shunaqa sement olib beraman deganlar deganingizda, lekin kechingga aytmay ko'ring, meni kimligimni demay ko'ring deb bir tonna sementga pul tashladim. Uka mana shu qo'ldan kelgancha deb. Keyin endi gaplashaman desam, albatta, molodets, qo'yib.
Undan keyin uzilib qoldi. O'sha vaqt olib ketgan ekan. Endi yaqindan beri pul tashlayman desam, men o'zim reyestr deydi, reyestrga tushib qolib, kartam bloklari pul chiqara olmay qoldim. O'shaning uchun niyat qilgan o'zim xudo olsa borsam shularni ko'raman. O'zim hozir madaniyat tomondan kelyapman. Ming rahmat. Hali bilasizmi? Hattoki ayolim bilmasdi. Ha. Sen yurib bitta joyga boraman, sen ko'rasan, keyin bilasan deb bilgani yo'q hali. Shunday. Hozir ayolim Men ayolim kecha kelganimdan beri ertalabga tayyorlangan shu olib boraylik. Xudo xolasa unaqa nimaga o'zi nima sabab tanishim va boramiz ko'ramiz lekin bilasizlar. Ungacha sizlarga ikki og'iz bilan tushuntirib bo'ladigan narsa emasdi. kechagina ham haligi obunachilarimga murojaat qilganimiz aytganki, o'sha obunachilarning barchasini qalbi iymon bilan munavvar etgan. Amin. Dunyoni bir qavati shunaqa. Ko'rib turibman bee'tibor. Mana bemalol xursand bo'lib aytyapsizki, bee'tibor bo'lganim yo'q. Bilasizlarmi, 4-7 uyda ham endi men baribir majburman aytishga, o'sha lekin aytmasa ham bo'ladi, xudo ko'rguvchi. Bir tonna semin, uyga qancha semin ketdi. Ya uni bilan boshlagan deylar. Ayniqsa haligi mana haligi kafillikchilarni chaqlayveradi, bular yo'q kelaveradi. Bu yo endi demoqchimanki, men qilganim u o'ta ham ozgina, o'ta. Yo'q. Qo'ldan kelgan. O'shaning uchun men aytaman, Qo'li bitadi aka. yaxshi insonlar Qoyil ko'p. sizlarga, qoyil. Hali yaxshi insonlar ko'p. Hattoki uyimizda bir narsa qilmoqchi bo'lsak, usta puli alohida, materialga alohida pul bo'lmasa bir narsa boshlamaymiz. Aslan shart kelib ko'rdimi? Ma'qul keldimi? Surishtirgandan keyin boshlayapsizlar. Qoyil. Bu birinchidan Xudoga tavakkul ayla. Doddivordilar shu safar yaqinda. O'sha yigit kelgandan keyin cho'ntakda hech narsa yo'q edi. Sizni chiqarib turibdi. Yo'qsa yuruvchi, mana pul keldi. Borishsa yaxshi pulxonani o'sha yerda Xo'jman yonida bolalar pul maydaladi. Davlat nima qilib ko'tarib keldi? Hozir 75% simit ishlari bitdi. Bugun kelmadilar. Negaki o'ylarda simitga bir gektar simitga ekishgan ekan. O'sha yerda texnikada hammasini ko'ryapti. Ha. Oz bo'lsa ham yaxshi niyatda keldim, xudo xolasa Moskva dedi. Ha. U ham kelish kerak, xudo xolasa ulashga keldim endi. Juda yaxshi. Shuning uchun duo qilib qo'ysa, Albatta. xudo xolasa, ish boshlashdan oldin birinchi shunda boshlaydim. Aytayapman, kechqurun uyga keldim. Mana bugun xudo xolasa harakat shu yoqqa Alloh yetkazganiga shukr. Ukam, o'zingiz ko'rib turibsizki, siz bilan biz ancha yaxshi fahm farosatimiz. O'zi qo'l tanimaydi va xudo ko'rguvchida. Mana endi jigardan, qalbdan yurak nima qilinsa, mana bunga qarang, bizni hammamizni ko'nglimizni shod etingiz va o'sha yerda ham befarq qaramagan deb, o'sha yerda ham qo'limdan kelgancha harakat qildim. Oxir bloklanib qoldi, nima bo'ldi? Mana kelib, yana hozir bizni ko'nglimizni ko'tarib nima qilibsiz? Nina odamlar borki, mesajdan ham o'tib ketadi, o'sha televizordan naridan o'tib ketadi. Mesajda bizni 30 ming, 25 ming, 40 ming obunachi bo'lsa, shularni 1 so'mdan to 1000 so'mgacha, 4000 so'mdan tortib 50, 60 dollar, 100 dollargacha bergan nimasi bilan bo'lyapti. Men hattoki o'sha bilet olganimdan keyin ish tugab, hozir bu keldi-yu birinchi kun. Ketib qolmasmikin, Qirg'izistonga o'tamiz dedilar-ku. Hammasini ko'ryapman, kelyapti, qanday Jalaquduqqa kelganlar, ular hammasi. Ular sizlar bilan yurgan deyman-da. Ana qarang. 350 bitta masjidlar. Aytyapman-ku. O'sha 350 ta masjidni to'xtatganimdan keyin shu proyektga elashib qoldim-da. Yo'q, mayli. Qarang. Tanjonni sog'. Nima Namanganchasiga Tanjonni sog'. Anjoniga sog'lik. Allohga shukr. Ko'rib, Chiroyli aytadi, tojim. yana 5 ta qo'shilyapti-da. Anjonda bitta qo'shdim. Asakada 3 ta qo'shdim. Bu berib Men siz birinchi o'shada to'ryetimlar uyida kelganda bu. Tantanam bilan haligi mana eshik derazani bir kishi va'da qilgan ekan telefonda. Undan keyin va'da kerak endi eshik deraza. Qo'ng'iroq qilsa olmaydi. Undan keyin bular ikkalasini diqqat qilib qoldi. Men eshik deraza bo'lmasa, men 8 ta to'g'ratxonaga men bir do'stlarimga ham birodar yaxshi insonlarga aytasiz desam, xo'p dedi. Undan keyin 8 dollar qo'limga pul berdi. Boring dedi. Undan keyin kelib mana shunaqa desam, hammalari yig'lab nima qilib yuborishdi, yig'lashdi.
bular kimdir Rosa molga tushgan paytimiz. ha bittasi aytdiki mana eshik derazaga endi keldi yo'q deyishdi bular eshik derazaga xudo o'zi yetkazadi deyishdi buni Al Capone to'rtta xonadonni Al Capone qilib beradi o'sha bergan odam ham xursand bo'lib hali kun to'ladi dedi shahbana aylanib ketdi eshik deraza ham bo'ldi ertaga xonadon hammasini ko'rdingizki Hattoki Allohga shukr ibodatda so'rayman shu bollarni yetkazib qo'yadi. Allohdan so'ra, Allohga tavakkul. bolam bir gapda axlatdagi martabangiz bo'lishi uchun bitta Namangan sizni harakatingiz bilan Namangandan ham kelib shu to'rttasiga jam bo'ldi deb meni xursand qilishdi. Gap haligi nima emas. Istab borishsa o'sha yerda mana aytadiki, bundoq gilamni ko'tarsak, gilamni chayam mana tarikalla yurib nima yeysizlar? Iftordan kartoshka yeymiz. Qachqurda nima yeysizlar? O'sha kartoshka ozgina yog' topsa, yog' qovurib molani yetalab kiribdi. Namanganchasiga abadiy ona Bedana, 30 yoshli bolani gapini qara. O'li 7-8, 10 yoshga kirgan. Namanganda oladi. Bedana, ana hayda borishmasmi deydi dali bola. Hayda borishmasmi deydi. Mana mayani so'raydi, qala yaxshi odamni topsalar ekan, hammalari minnatdor bo'lib yurtimizga, xalqimizga mana shuni haliga buyuklarga mana shu o'sha Rossiyadan hayda bo'lgan odamlar haqqiga duo qilib o'tirishibdi. Bot borib xabarlab turamiz deb aytganlardaki biz ham ko'nglim so'ladi. Bu bunaqa har qancha uzoq bo'lsa ham agar shu yurtda bo'lsanglar borib yo'qlab ko'rib ikki og'iz gaplashgan u boshqa. Meni fikrim. Albatta. Endi shu o'sha niyat qilganni o'shada mana bir konvertni 5 yildan beri ko'rishmasdi. Bu haligi Turkiyada bitta katta restoranda qovur ekan. Turkiyaning katta bir biznesmenni atir upa zavodi bor ekan. Butun O'rta Osiyoga jo'natarkanda. Bu dedi Sardor Rahimxonni tanidimi? Sardor Rahimxonni ikkinchisi bo'lgan Istanbuldan nari bo'ladi. Xotantoydagi martabasi ulug' bolani bilmabman mana. Sen hammasini endi bola o'sha 4-5 ta proyektlar hammasini ko'rsatgandan keyin biz ham yuravergan ekanmiz milliarder bo'lib. Mana shunaqa saxiy bolalar bor ekan. Deb o'sha turk odam ham nima qildi? Nima aytdimki bolaga yana yilgi bahorda Namanganga gul bayramiga borgan desam 2 marta kelib ketgan, ular puli ko'p-ku, aylanib ketaveradi dedi. O'shalar ham tarixdan xursand bo'lishdi o'sha. Boringlarga shu ancha odam shart o'zida oshinib qo'shni ish qilyapsa horma deb qo'yishga yaramaydi. Astag'firulloh. Shunday. Men uka Andijon tumanida elektr ishlab pensiyaga chiqqan. O'xshab turibdi. Uzoq yillar. Ha, bari. O'shancha sizlar tomonlari hammasini yaxshi biladi. Narmanda atrofdagi uchastka edi, eski Jiguldilarni. Xudoy payti o'shani yoniga chiqardim. Sharif akalar sizdan uchastka bo'lgan. Iqbol aka detskiy uchastka bo'lgan. O'shalar davrda Kichikroq paytlarimiz bo'lgan. Sizlar kichkina bolalar edinglar unda. Bizim mahallaga bo'lgan unda. Sizlar yo'lda bo'yida uchastka o'ylab bordi. Kabinet. Keyin oxirida Nazir bo'ldi. Ya'ni joyda ishlab o'tgan. Hozir kallash paytimizda u bo'lgan. O'sha. O'sha yerda Allohga shukr bitta joyda ishlab, pensiyaga chiqib, Bochamni, bochamni bocchalarga shaharga xizmatga. Bu joy qo'l uyasi yetadi. Yo'lik akademiyada biluvchi oshpaz bor ekan, chaqiribdi. Bitta hovli qilib beribdi. 10 ta odam bir ishlayapti, qaytib keladi. Yo'qsa, Namanganda bu joyga ishlasa bo'ladi. Xuddi sizga o'xshab. Sizlar shu yerda ishlasangiz bo'ladi. Hamma xizmatingiz loyiq. Lekin katta bir ishlasa, tanijonim soat topilgan pul hammasi halol, chiroyli, mehnat qilasizda. Vatandan, uydan, ko'rpadan ketib, o'sha yerda ishlaganingizdan keyin uni pul juda bir halol. Allohga shukr yetkazganiga shukr. Barakalloh. Shukrlarga yetkazganiga shukr. O'ziga. Kelib olib keldingizmi? Aslida. Yo'q, har oldida kelib ketaman. Shu. O'tgan safar sal unaqa unchalik endi eson qutirardim qo'ldan kelgancha 1000 so'mdir, 5,5 so'm. Lekin bunaqa niyat qandaydir bo'lmaganmi bilmayman. Ko'p ko'rgan sarim sizlar ayrim bunaqa gapirayotganlar, "Voy,
kelinglar, asharga kelinglar, nima kelmaysizlar? Xuddi men bilan gaplashayotganga o'xshaysiz. Shunday. Lekin nima bormayapti deb qo'yaman. Aytyapman, hamma narsani ko'rsataman. hali qandaydir yolg'izlanib qolasiz aka. To'g'ri. Hali boshda qadrdonlar 3-4 kun hech kim bo'lmadi. Yaxshi emas, xo'jamlar bor ekan. Ya, zo'r, ular ham ko'ryapti. Haligi har tomonlama partasha qilishyapti. Lekin hali yolg'izlanib qolganga o'xshaysa, yana bo'lib hali xotin to'y bilan yurardi doim. Bilaman uni. U ham yo'q bo'ldi. U ham telefon qilashmadi. Aka dedi, mag'rurlar kelmayapti proyektga. Ikkovimiz birga yuraverar ekan hazil qilib. Agar nasib bo'lsa yoqqa ham boraman deganim hozir Hindistonga ketdingmi? Mayli. Ularga yoqqa yetkazib, otaga ham chiqib gaplashtiribdilar. Endi xudo xolasa May o'tiramiz dedi. Rahmat. proyektni tugagandan keyin yana kelib turib, xursand bo'lib ketdi. Xudo xolasa. Ha, Yetishsa ana shu kunlarga. ming rahmat. Endi shu avvalo el yurtdan duoli, Shunda. birinchi o'rinda sizlar yuz ko'rib degan maqsadda aytyapman, kech bir uyga kirib keldim, tayyorlan dedim, borib birinchi o'rinda. Hattoki ayolimga aytmadim. Nimaga? Sen yuraversan, nima? Sen borasan ko'rasan. Endi mana YouTube'da ko'rishni boshlaydi. Uyda Allohga shukr. Hozir ko'rib Opam bilan olib keling deb endi. Opa tushing mashinadan. Qadrdonlar xursand ketamiz-da, anaqa kelsanglar. Boshqacha bu. Sizni maqtab turuvdim-da. Ya Rossiyadan keldi kecha. Otaga charchamayapsizmi? Ishchilar bilan. Rahmat. O'zingizlar qilganman kelyapman. Charchamasdan. Allohga shukr. Niyat qilganda ishlar bor, bir ko'raylik deb sizlar bilan hammanglar shu yerda xizmat qilasizlar. Alloh rozi bo'lsin ilohim. Bunga indamadim. Sen yurib, biz joyga boraman. Ha. Bizga ham rost surpriz qildik. Boshqalar desam, hech oshdi ular yeb nima bo'lgan. Yo, kechagina hoji akani bu osh yeb sal nima bo'lib qolibdi deganni keldi. Mantiqli olib boraylik, ichimizni qilamiz. Ozmisam. Sizda ham Behruz bor. Ha? Behruzbek. Qaniysa? Vo'janingizlar. O'zi 12 yoshga kirdi. Necha kirding? 10 ga kirdi. Men Rossiyadan Bo'zun keldim. ekan-da. Nima yaxshi. Zo'rangam Behruz bundan mahnaqa bo'ya 13 ga kirdi. Yursani ham bitta joyga boraman. Kechqurun kelganman, men bilan qoldim. Ikkita nevaram bor, katta qizim chiqargan. Endi o'g'limni uylayman deb xudo xolasa shu. Ko'raylik. O'g'lis hozir emas. Qayerga? O'g'lim u yoqda, endi keladi. Rossiyadami? Ha, Moskvada. Endi dadasiz borib tayyorlanib turaylik, boramiz. Biz ko'rib tursa kerak. Ha, uni bilmadim. Bu gazelda to'g'ri ko'raman. Yo'shandan bilan bo'lib sizga gap kelmoqda. Sezib qoldik. Oshxona, siz aka ko'rasiz. Holatda so'risi bor edi, buzdinglar uni. Kelib opa bilan gaplashdinglar. Nima bilan? Istanbulda Zeldamasda aloqa banklarida yo'q-ku. Men aytaman, Zeldamasdan ishlayman, o'shancha yo'llar emasmi? Boshqa ko'rsatganingizdami? Qarang. Qo'l buzorlik. Zo'r bo'lib mana. Tayyorgarlik bo'layotgan. Ha, ostashga ushadi bugun. Stashkani qo'yib, Nima qilarsiz? patoloda qo'shib boramiz. Boshqa kunisi bo'lmaydi. O'rnib ketgan. Buni ham tayyorlab qo'yishlar. Yo'q, o'zi butunlay boshqa qilmasa bo'lmasdi ekan. Ko'rasiz, qo'lingizni qayerga tepsiz? Tushib ketadi. O'rnidan keyin haligi malaka pechga quradigan qilib, mana pechlab chiqib turib, pechga yoritib bo'ladi. Bunday chiqmalar chiqarmoqchi. Haligi nima deydi? Ekonom pechkalar chiqibdi-yu, ashakada o'rnatib berdi. Ko'mirlarga. Ya, reklama qilishyapti, ko'rganmiz. Devor orasigami? Yo'q, tashqarida turadi. O'zimiz endi Ekonomda. Ha, 1600 so'mlik. aslida Yo'q, 1 million 800 mingga beryapti. Ha, bu o'sha. Haligi Ay, qo'ylar.
Ha, mayda yoqsiz jindarimda chiqqan joy bo'llarga Ha. bu yerlarga ashaka men o'zimcha plan qilganim endi ham niyatim aytmadim. Bir hozir bitta keyin hozir bitta harakatda stashkasini bitkazsak, keyingi manejagi o'zini yaralar bor, bu yerdagi yaralar bor. O'shani nima qilamiz? Ishlarga qasamni Ikkita kaplar kelib qo'yganmiz. Shundan yo'lga o'tkaztirib, yo'l chaplab turib, kecha gapiryapmiz, o'ylayapmiz. Buni ko'pchilik ular o'ylayapti. Kecha o'ylayapmiz, ko'ramiz. Buni ular o'ylagan bo'ldi. Agar ben bir yerda shu syomka qilib qanday harakat qilganingizgacha boshingiz ochilibdi yani. Kecha men gapiryapman va mol o'zini shu kuni olib chiqing. Shu nimasini? Shu buzuni. Shubda qo'shkiga bosib diqqat ochilib ketdi. Bilmabsiz. Shu deyapman, qara, bu yozib olmayapti. Endi men keyin ko'rib qoldim. Bari bir usta bor ekan. Ben ko'rdim. Aşkı boshlaydi. Endi joy kichkina bo'lgandan keyin shunchalik bo'ladi. Yaxshi bilan bo'ladi. Orqasi kaniz yapıştırdı ya. Hala yaxshilikni ko'rsaydik bo'lmasa akalar, tarsamada iloyim. Alloh hikmat bersin ishni. Shu yerda men Moskvaga qaytish yo'q hozir. To'pilay deb sizlar duoylar olib, nega to'y boshlaydi deb niyat qilib keldim xudo xolasa. Bari bir ikki kunda zerikasiz aka. Albatta. Xudo xolasa, ha. Qadrdonlar akam duo qilib qo'yasizlar. Final Andijonning u chekkasidan bu chekkasiga kelyapti. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa nasib qilsa albatta. Yetkazsak. Niyat qilgandim, niyat qilsangiz yetkazgan. O'sha yerda turmush men bilet olgandan keyin hokini boraman, bunday qilaman. men Rossiyadan kelib bittasi kun borgan emas aka. Yo'q, o'shada tayyorlanib keldim. Qaynoqi kunda charchadimda o'sha to'rt yetibmiz. Soat 5gacha ozgina dam olib yotsam, bo'ladiki. To'g'ri soatdan Rossiyada telefon qilib, yo'q, qanaqa bo'lasan? Men Meksikaga kelishdi. Meksikaga kelgan yana na bo'lasan deb. Hozir yurib chiqdi. Böyle yo'q, hech kim yo'q. Ukam dedim, ben onunla samolyotda uchib bordim, Meksika aeroportda edim. To'g'ri ayamlar oldilariga kelmasdan to'g'ri şey keldim. 3 ta qovun, 4 ta non, keyin bir changal pul berib, duo qilasizlar. Onamlarga endi yetkazaman. Onamlar ko'radilar. Biz eri albatta qancha ko'rib, yuzda haligi sizlar qalbimiz bilan hammamiz yerga yeri xotin haligi şeyde vurdu deb gapiribdi. O'ylarga bormasdan bu şeyga kelib, bunaqa boshlaydi, uyga O'sha hozir aka bunday ekan niyatga bog'langan. Niyat qilsangizki, bu hech qanaqa nima deydi, ruschasiga problemasi bo'lmas ekan. Qarasa. Alloh o'zi yetkazib beradi. Amin. Rahmat. Hozir aka bitta duo qilasiz. Hop. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Martabangiz ulug' qilsin, tanjaningiz sog' bo'lsin. Amin. Ahli ayolingiz, farzandlaringiz bilan ko'p yil umr uzorlar qiling. Yaxshi niyatda kelibsiz, ilohim. Xonadoningizga yaxshi kelinlar, kelin emas, qiz bo'lib xizmatingizda bardavom bo'lsin. Amin. Ota-onangiz borlarmi? Alloh rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo rahmatiga o'rgan bo'lsin. 70 pushtingizgacha avlod ajdodlaringiz Alloh rizosi bo'lsin. Duoyimiz o'shalar uchun birinchi holatda. Qolaversa mana şeyga yetib kelibsiz bir qancha joydan. Martabangiz ulug' qilsin, tanjaningiz sog' qilsin. Ikki dunyo saodati erishib, ahli ayolingiz bilan ko'p yil umr guzorlik qilib yuraylik. Mana shunaqa ehsonli yuraverin. Alloh rahmat. Kam bo'lmas.